Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, kanalimizda obunachilari, kanalimizda muxlislari. Bir oyda ichida Faxcraft vizasini qo'lingizga olasiz degan gapimga ishonasizmi? Bu narsani ilojisi bor. Videomizni oxirigacha ko'ring. Videoning oxirida qanaqa qilib men bir oyda ichida Faxcraft vizasini olish mumkinligini sizlarga aytib o'taman. Terminingiz ham bo'lmasa, hech nimangiz bo'lmasa, videoni oxirigacha ko'ring. Bir oyda ichida Faxcraft vizasini olish imkoniyatini men sizlarga aytib o'taman. Bugungi sizlar bilan gaplashib o'tadigan mavzuyimiz Germaniyadagi sug'urta. Ya'ni viza olish jarayoningіздagi sug'urtani ahamiyati, qanaqa sug'urta qilganingiz ma'qul, qanaqa sug'urtalar sizga to'g'ri keladi. Shular haqida hozir sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Va albatta videoning oxirida Germaniyada oson ish topish uchun sizga life hack berib o'tib ketamiz. Hozir Germaniyaga kelishda eng oson yo'li haqidagi, eng oson viza turi, hamma olish mumkin bo'lgan viza turi haqida sizlarga videoning oxirida aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki videoning oxirida biz sizlarga qanday qilib Germaniyaga eng tez va oson yo'l bilan viza olib kelish mumkinligini men sizlarga aytib o'taman. Bugungi mavzuyimiz sug'urta. Sug'urta haqida hozir gaplashib o'tamiz. Agarda sizga bepul sug'urta kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Kommentariyalarıngizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Barcha kommentariya yozganlar uchun, barcha like bosganlar uchun, podpiska bosganlar uchun oldindan rahmat. Sizga ko'pchilik mana Germaniyaga masalan viza qilmoqchi bo'lsangiz, hujjat tayyorlamoqchi bo'lsangiz, barcha sizdan страховка so'raydi. Страховка nima degani? Asosan sizdan qanday страховка talab qilinadi? Страховка ya'ni sug'urta, tibbiy sug'urta. Qanday tibbiy sug'urta sizdan talab qilinadi Germaniyada? Agarda siz sayohatga borayotgan bo'lsangiz, sayohat sug'urtasi talab qilinadi. O'zbekistondan qildirgan sug'urtalaringizda 90%, 95% o'tmaydi. Shuning uchun elchixona sizdan Yevropada qilingan sug'urtalarda yoki xalqaro sug'urtalarda talab qilishi mumkin. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistondagi sug'urtaga pul sarflamangda, to'g'ridan-to'g'ri Yevropadagi sug'urtani qilishingiz mumkin. Chunki baribir agar O'zbekistonda qildirgan sug'urtangiz Germaniyada o'tmaydi. Hali men birorta ham holatda O'zbekistonda qilingan sug'urta Germaniyada ishlaganini ko'rganim yo'q. Pulni havoga uchirish. Sug'urta qilingki, sug'urtangiz sizni Germaniyada meditsin xarajatlaringizni qoplay olishi kerak. Hozirgi kunda 30,000 yevrogacha bo'lgan xarajat qoplash kerak. Endi sug'urtalar qanaqa bo'ladi? Germaniyada ikki xil sug'urta bor. Birinchisi Krankenkasse, ya'ni davlat majburiy sug'urtasi. Siz buni sug'urta qilishga majbursiz. Siz Germaniyada ishlayapsizmi, Ausbildung qilyapsizmi, siz bu sug'urtani qilishga majbursiz. Talabalar uchun boshqa sug'urta qilinadi. Bu xususiy sug'urta, privat sug'urta qilinadi. Krankenkasse talabalar uchun qilinmaydi. Ausbildung yoki ish uchun Krankenkasse qilishga majbursiz. Germaniyada bir nechta Krankenkassalar bor. Bularni Krankenkassada sizda oyligingizdan masalan oldingi videolarda aytib o'tganmiz-ku, agarda 1000 yevro oylik olsangiz, undan 200-300 nalogga chiqib ketadi deyilgan joyi bor-ku. Endi o'shanga batafsil to'xtalib o'tamiz. Uni hammasi nalogga chiqib ketmaydi. Undan bir qismi sizning oyligingizning 7% sug'urtaga qo'yiladi. Agar 1000 yevro bo'lsa, 1000 yevrodan 7% 70 yevro siz sug'urtaga to'laysiz. Plus yana sizda ishxona ish beruvchingiz ustiga 70 yevro qo'shib to'laydi. O'shan bilan 140 yevro siz har oyda Krankenkassaga pul to'laysiz. Buni ustun tomonlari, siz agar Germaniyada kasal bo'lsangiz, больничныйga chiqsangiz, shu Krankenkassadan masalan pul olasiz siz. Shuning uchun Krankenkassa bu Germaniyadagi majburiy sug'urta hisoblanadi. Siz xohlaysizmi, yo'qmi, Krankenkassaga pul to'laysiz. Germaniyada ishlamoqchimisiz, Ausbildung qilmoqchimisiz, Krankenkassaga siz pul to'lashga majbursiz. Shuning uchun albatta Krankenkassada agarda siz masalan Germaniyaga ishga yoki Ausbildungga kelmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz to'g'ridan-to'g'ri sizni Krankenkassaga a'zo qilib qo'yamiz. Siz 2 marta xarajat qilmaysiz. Ham xususiy sug'urtaga pul to'lamaysiz Germaniyaga kelib, ham Krankenkassaga. Biz sizni shunaqa yordam qilamizki, biz orqali ishga kelayotganlar to'g'ridan-to'g'ri albatta Krankenkassaga olib kelishadi. Hech qanday bu O'zbekistondagi sug'urtalarda oldirmaymiz, qo'shimcha privatniy sug'urtalarda oldirmaymizda, biz faqat Krankenkassa qilib beramiz. Krankenkassaga agarda masalan kimgadir tibbiy sug'urta kerak bo'lsa, Germaniyaga bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Bemalol kommentariyadagi raqamlarimizga murojaat qilsangiz, biz sizni Krankenkassangizni qilib beramiz. Faqat bu sug'urtamiz ishga kelayotganlar uchun. Ishga kelmayotganlar uchun afsuski bu sug'urtani qilib bera olmaymiz, chunki ish beruvchingiz bo'lmasa, bu sug'urtani men sizga qilib bera olmayman. Bu arzonroq, xususiy sug'urtalarga nisbatan ancha arzon turadi, chunki buni bir qismini ish beruvchi to'laydi sizga. U xohlaydimi, xohlamaydi, siz Krankenkassa qilsangiz, ish beruvchingizga avtomatik счет kelaveradi. Unisidan xavotir olmanglar. Yarmini ish beruvchi, yarmini siz to'laysiz. O'shaning uchun sizga arzonroq tushadi. O'shaning uchun bu Krankenkassa baribir majburiy, baribir Germaniyaga kelganingizdan keyin shuni qilishga majbursiz.
O'shaning uchun bizga murojaat qilsangiz to'g'ridan to'g'ri biz shuni qilib beramiz. Endi xususiy sug'urtalarga keladigan bo'lsak, privat sug'urta deydi uni Germaniyada. Privat Krankenversicherung deydi. U privatlarda hammasi pulli turadi. Ular ancha narxlari baland, lekin ular ham Germaniyada ishlaydi. Ular ham почти barcha klinikalarga ularni ham sug'urtalari o'tadi. Ular sug'urtalarini ham qoplab beradi. Shu tomoni yaxshi. Shuning uchun eng yaxshi tomonlardan bittasi siz privatga masalan qildirib qo'ysangiz sug'urtani, bundan yaxshisi yo'q. Agarda siz masalan o'qishga bunga kelayotgan bo'lsangiz privat qildirishingiz kerak. Agarda siz ishga kelmoqchi bo'lsangiz albatta Krankenkassadan yaxshisi yo'q. Shuning uchun biz sizlarga Krankenkassani maslahat beramiz. Bizga murojaat qiling, biz Krankenkassangiz qilib beramiz. Endi eng oson vizani turiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda Germaniyaga kelishda eng oson yo'li til kurslari bo'lib qoldi. Bizga murojaat qiling. Bizda masalan til kurslari, arzon til kurslarini topdik. 2000-2100 yevro atrofidagi til kurslarini topdik. 6 oylik til kurslari yaxshi, Germaniyada ishonchli. Bularga masalan viza chiqyapti hammasiga, hamma hujjatlarni tez bitkazib berishyapti. Ishonchli til kursi plus haftasiga 20 soat ishlashingiz mumkin. Til kursini tugatganingizdan keyin motivatsiya xatingizda ko'rsatib o'tasiz. Til kursini tugatganingizdan keyin albatta Germaniyada ishlab qolmoqchiman. Germaniyada ishlab qolishingiz mumkin. Agarda haydovchilarimiz, C kategoriya haydovchilarimiz ham til kursi qilib Germaniyaga kelib ishda qolib ketaman desangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. O'sha hisobda 2500 yevroga siz Germaniyaga yetib keladigan bo'lsangiz, do'ppingizni osmonga oting. Sizda bunaqa tez, bunaqa yaxshi, ishonchli imkoniyat kamdan kam bo'lishi mumkin. Undan keyin bo'lmasligi mumkin. Keyin biz yana yaqinda munosabat bildirishimizni so'rab o'tishdi. Shansen karta chiqibdi deb. Shansen kartani chiqqaniga o'rtoqlar 2 yil bo'lyapti. Biz birinchi odamimizni Shansen karta bo'yicha birinchi kelgan odamimizni o'tgan yili noyabrda olib kelganmiz Germaniyaga. U o'tgan yili 2024-yil 1-iyundan ishga tushgan Shansen karta. U hozirdagilar chiqarib o'ylab topib olishib, Shansen karta chiqibdi, mana Germaniyaga kelishda oson yo'li deb odamlarni boshini qotirishyapti. Bu narsalarni unutinglar, eslaringizdan chiqaringlar. U Shansen karta juda oson yo'l emas. Shansen kartani ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Shansen karta bilan osongina kelaman deb o'ylaganlar, ular ham chuchvarani xom sanabdi. Uni ham o'zining talablari bor. Har qanday odam ham Shansen karta orqali kela olmaydi. Shansen kartaning asosiy talablaridan bittasi sizning mutaxassis bo'lishingiz va o'sha mutaxassisligingiz Germaniyaga kerakligi. Agarda boshqa mutaxassislikda bo'lsangiz, siz Germaniyaga kelishingiz qiyin bo'ladi. Shu sababdan bemalol masalan bizga murojaat qilsanglar, biz sizlarning holatlaringizni o'rganib chiqib, biz o'zimizda fikrimizni bildiramiz. Qanchalik Germaniyaga viza olish imkoniyatingiz borligini biz sizga aytib o'tamiz. Keyin yana bitta yangilikka munosabat bildirib o'tamiz. Mehnat agentliklari uchun endi ular har bitta odam uchun badal puli qo'yib, bankka depozit qo'yib ishga jo'natish shart ekan. Mehnat agentliklari bu degani nima degani? Bu degani mehnat agentliklarining narxi yana ham oshadi degani. Juda ko'p mehnat agentliklari siz uchun bankka pul qo'yishi, o'zi O'zbekistonga depozit 4000 barobar eng umumiy bazaviy miqdorda 4000 barobaridagi pulni qo'yish kerak ekan. Buni hisoblab chiqsangiz 300, hozir bazaviy miqdor 400 ming so'm bo'lsa, 400 ming 4000 ko'paytirasizda. O'shanaqa pul sizni shotingizga, o'shanaqa pulni mehnat agentliklari har bitta odam uchun pul qo'yib qo'yish kerak ekan. To'g'ri, bu qaror davlat jihatidan juda to'g'ri. Lekin bizda masalan mehnat agentliklarini ishlash jihatidan qaraydigan bo'lsak, O'zbekistondagi aynan mehnat agentliklari ishlash, bu narsa mehnat agentliklari bizda unaqa qilib ishlashmaydi. Qanaqadir yo'lini topishadi yoki odamni o'zidan pul olib, o'zi uchun pul qo'ydirishadi. Shu eslaringdan chiqmasin. Bizda masalan Alman jamoasi, Alman Vizum jamoasida bizda unaqa katta to'lovlar yo'q. Bizning to'lovlarimiz insof bilan biz faqat qilgan hujjatimizga pul olamiz. Sizga ish topib berganimiz uchun pul olinmaydi. Biz qilgan hujjatlaringiz tarjimasiga, hujjatlaringizni notarial tasdiqlanishiga, sizda masalan viza anketalaringizni to'ldirganimiz uchun, vizaga masalan tezkor viza olmoqchi bo'lsangiz Germaniyaga 3 haftaning ichida viza olish imkoniyati borligini bilasizmi shu vizani? 411 yevro agarda masalan pul to'lansa siz uchun Germaniyada, siz bemalol Germaniyaga 3 haftaning ichida yetib kelasizlar. Shu sababdan masalan tezlashtirib harakat qilsanglar bo'laveradi. Barchalaringizda murojaatlaringizni kutib qolamiz. Sizlar bilan Alisher Sagdullayev Alman Vizum jamoasi vizalar bo'yicha yetakchi mutaxassisi bo'ldi. Like, kommentariy, podpiska bosishni eslaringizdan chiqarmanglar. Hammalaringizga rahmat.